Diqqat, muhim xabar. 1-iyul sanasidan boshlab uy-joy uchun ajratilgan subsidiya pulini bankka omonatga qo'yib, pullaringizni ko'paytirib olishingiz mumkin. Qanday deysizmi? Videoni oxirigacha kuzating, bu borada batafsil ma'lumot berib o'taman. Gap shundaki, 1-iyul sanasidan boshlab ipoteka subsidiyasi bo'yicha yangi tartib kuchga kiradi. Yangi tartibga ko'ra, endi O'zbekistonda maqsadli ipoteka omonati joriy etiladi. Unga ko'ra, subsidiya xabarnomasini olgan fuqaro birlamchi bozordan uy-joy olish uchun bankdan ipoteka omonati hisobvaraqasini ochishi mumkin. Shundan so'ng fuqaro dastlabki jamg'argan mablag'larni o'zi ochgan omonat hisobvaraqasiga, ya'ni ipoteka omonati hisobvaraqasiga o'tkazadi. Bank ushbu fuqaroni hisob raqamiga Iqtisodiyot va Moliya vazirligidan fuqaroning nomiga chiqqan uy-joy uchun subsidiyaning dastlabki badalini hisobvaraqaga tushirib berishni so'raydi. Sodda qilib tushuntirganda, ipoteka omonatini ochganingizdan keyin subsidiyaning boshlang'ich badali hisob raqamingizga tushadi. Birlamchi bozordan siz uy-joy olguningizga qadar ushbu pullaringiz bozor stavkasida bank tomonidan foiz qo'shilib borilaveradi. Ya'ni omonatga pullaringiz har oyda pullaringiz ko'payib boraveradi. Shu kabi muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslikni istasangiz, sahifamizga a'zo bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.